Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun men sizlar bilan juda muhim mavzuni ochiq va tushunarli tilda gaplashmoqchiman. Uy joyini tortib olish, qarz sababli xonadondan chiqarish, kadastri yo'q uylar, ipoteka, sud qarori va yangi tartiblar atrofida tarqalayotgan vahimali xabarlar. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli hammamizning uyimiz, yerimiz, ipotekamiz, meros masalamiz yoki hech bo'lmasa yaqinlarimizda shunday muammo bor. Eng avvalo shuni aytaman. Hech kim kelib oddiygina yangi qonun chiqdi deb sizning qonuniy uyingizni bir kunda tortib olib qo'ya olmaydi. Lekin ayrim holatlarda uy joyini yo'qotish xavfi haqiqatan ham bor. Aynan qaysi holatlarda xavf bor? Kim xavotir olishi kerak? Kim esa vahimaga tushmasligi kerak? Bugun men barchasini batafsil tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki eng muhim amaliy qadamlarni oxirida aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing, chunki bunday huquqiy ma'lumotlar ko'p odamning uyini, pulini va asabini saqlab qolishi mumkin. Men ko'p yillik amaliyotda ko'rgan eng katta xato shuki, odamlar uy joy masalasiga faqat muammo kelgandan keyin e'tibor berishadi. Masalan, kadastr hujjati bor yo'qligini so'rasam, otam qurgan, hamma biladi deyishadi. Yoki ipoteka shartnomasini o'qidingizmi desam, bankdagilar shoshirib imzo qo'ydirdi deyishadi. Yoki qarz bo'yicha sud qarori chiqqanini bilasizmi desam, menga hech kim aytmadi deyishadi. Mana shu beparvolik keyin katta xavfga olib keladi. Oldin ham uy joyini majburiy tartibda olib qo'yish mumkin bo'lgan holatlar bor edi. Masalan, ipoteka krediti to'lanmasa, bank garovdagi uyni undiruvga qaratishi mumkin edi. Sud qarori asosida katta qarzlar bo'lsa, majburiy ijro orqali mulkka taqiq qo'yilishi, sotuvga chiqarilishi mumkin edi. Noqonuniy qurilgan imoratlar buzilishi mumkin edi. Davlat va jamoat ehtiyojlari uchun yer uchastkasi olib qo'yilsa, kompensatsiya berish sharti bilan ko'chirish tartibi bor edi. Hozir o'zgargan jihat nimada? Asosiy o'zgarish shundaki, davlat organlari, banklar, majburiy ijro byurolari va kadastr tizimlari ko'proq raqamlashtirilmoqda. Ya'ni oldin yillar davomida ko'rmay yotgan muammo hozir tizimda tezroq chiqib qoladi. Masalan, sizning nomingizda qarzdorlik bo'lsa, mulkingizga taqiq qo'yilishi tezlashadi. Kadastr hujjati noto'g'ri bo'lsa, bitim qilish paytida darhol bilinadi. Ipoteka to'lovini uzoq vaqt to'lamasangiz, bank kechiktirmay sudga yoki notarial ijro yozuviga murojaat qilishi mumkin. Demak, masala hammaning uyini tortib olishadi degani emas, masala hujjatsiz. Qarzli, garovdagi yoki nizoli uylar bo'yicha xavflar ancha jiddiylashganida. Asosiy qism 1. Nimalarni bilish kerak? Kim xavotir olishi kerak? Kim xavotir olmasligi kerak? Birinchi bilishingiz kerak bo'lgan narsa. Uy joyning huquqiy maqomi eng muhim masala. Siz yashayotgan uy sizniki bo'lib ko'rinishi mumkin, lekin hujjatda kimning nomida? Kadastr bormi? Yer uchastkasi qanday ajratilgan? Uy yakka tartibdagi uy joymi yoki ko'p qavatli uydagi kvartirami? Uy garovdami? Sud nizosi bormi? Meros ochilganmi? Mana shu savollar hal qiluvchi ahamiyatga ega. Masalan, birinchi holatni olaylik. Oila 20 yildan beri bir hovlida yashaydi. Hovlini bobosi qurgan, keyin otasi yashagan, hozir farzandlari yashayapti. Lekin kadastr hujjati boboning nomida bo'lgan, meros rasmiylashtirilmagan. Farzandlardan biri chet elda, biri boshqa viloyatda, biri esa shu uyda turadi. Bir kuni uyda turgan farzand uyini sotmoqchi bo'ladi yoki garovga qo'ymoqchi bo'ladi. Shu paytda muammo boshlanadi. Hujjat boboning nomida, merosxo'rlar ko'p, hammaning roziligi kerak. Ayrimlar e'tiroz bildiradi. Bu yerda uy tortib olinmayapti. Lekin hujjat to'g'ri bo'lmagani uchun odam o'z uyini erkin tasarruf qila olmaydi. Agar merosxo'rlardan biri sudga murojaat qilsa, uy bo'linishi yoki ulushlar aniqlanishi mumkin. Ikkinchi holat, ipoteka. Masalan, fuqaro 400 million so'mga kvartira oladi. Boshlang'ich to'lov daxli million so'm, qolgan 320 million so'm bank krediti. Shartnomada kvartira bank foydasiga garovga qo'yilgan. Dastlabki 1 yil to'lovlar yaxshi ketadi, keyin ishidan ayriladi, 5 oy to'lamaydi. Bank ogohlantiradi. Jarima va penya qo'shiladi. Qarz 320 million emas, masalan, 345 millionga chiqadi. Fuqaro bu mening yagona uyim, meni chiqara olmaydi deb o'ylaydi. Lekin garovdagi uy bo'yicha vaziyat boshqacha. Agar siz ipotekani to'lamasangiz, bank qonuniy tartibda garovdagi mulkka undiruv qaratishi mumkin. Bu yerda asosiy xato odamning bank bilan gaplashmay, yashirinib yurishida. Aslida restrukturizatsiya, muddatni uzaytirish, to'lov jadvalini qayta tuzish imkoniyatlari bo'lishi mumkin. Uchinchi holat, katta qarz va majburiy ijro. Masalan, tadbirkor do'stidan 200 million so'm qarz oladi, tilxat yozadi, qaytara olmaydi. Do'sti sudga beradi.
sud qaror chiqaradi. Qarzdorning nomida avtomobil, bank hisoblari va bitta kvartira bor. Majburiy ijrochi avval hisob raqamlarini, maoshini, avtomobilni tekshiradi. Agar qarz qoplanmasa, mulkka taqiq qo'yilishi mumkin. Lekin bu jarayon ham o'z tartibiga ega, sud qarori bo'lishi, ijro hujjati bo'lishi, baholash, ogohlantirish, auksion tartibi bo'lishi kerak. Hech kim qonuniy protsedurasiz kelib eshikni buzib chiqib ketdi deyishga haqli emas. 4-holat noqonuniy qurilish. Eng ko'p uchraydigan muammolardan biri shu. Odam yer uchastkasini sotib oldim deb o'ylaydi. Aslida qo'lda faqat oddiy tilxat bor. Yoki qishloqda yerning yonidan yana 2 sotib qo'shib oladi. Davr tortadi, keyin imorat quradi. Yoki ko'p qavatli uyda balkonni kengaytiradi. Umumiy foydalanish joyini egallaydi. Keyin tekshiruv kelganda men pul sarflaganman, nega buziladi deydi. Afsuski pul sarflaganingizning o'zi qonuniylikni anglatmaydi. Qurilish uchun yer huquqi, loyiha, ruxsat, kadastr, foydalanishga qabul qilish kabi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Agar qurilish o'zboshimchalik bilan qilingan bo'lsa, uni qonuniylashtirish imkoni bo'lmagan holatda buzish xavfi yuzaga keladi. Kim xavotir olishi kerak? Birinchidan, ipoteka yoki garov kreditini 2-3 oydan ko'proq kechiktirayotganlar. Ikkinchidan, uyining kadastri yo'q yoki eski hujjatlar bilan yashayotganlar. Uchinchidan, meros rasmiylashtirilmagan uyda yashayotganlar. To'rtinchidan, sud qarzi. Aliment, soliq, kredit, jarima yoki kompensatsiya bo'yicha katta qarzdorligi borlar. Beshinchidan, yer uchastkasi hujjati aniq bo'lmagan, faqat qo'l yozma tilxat bilan uy olganlar. Oltinchidan, davlat ehtiyoji uchun buzilish hududida yashayotganlar, lekin kompensatsiya hujjatlarini tekshirmaganlar. Kim xavotir olmasligi kerak? Agar uyingiz qonuniy kadastrdan o'tgan bo'lsa, hujjatlar sizning nomingizda bo'lsa, uy garovda bo'lmasa, sud nizosi bo'lmasa, soliqlar va majburiy to'lovlar bo'yicha katta muammo bo'lmasa, siz shunchaki internetdagi vahimali gaplardan qo'rqib ketmasligingiz kerak. Qonuniy mulk daxlsizligi himoya qilinadi. Lekin xavotir olmaslik beparvo bo'lish degani emas. Har bir mulkdor hujjatini tekshirishi, elektron bozorda holatini ko'rishi, oiladagi meros va ulush masalalarini tartibga solishi kerak. Endi eng muhim nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, yagona uyim bo'lsa hech kim tegmaydi degan tushuncha har doim ham to'g'ri emas. Ayrim qarz turlari bo'yicha yagona turar joyga undiruv qaratish cheklanishi mumkin bo'lgan holatlar bor. Lekin garovga qo'yilgan uy, ayniqsa ipoteka uyi masalasida vaziyat boshqacha. Siz uyni olishda o'zingiz uni bankka garov sifatida ko'rsatgansiz. Shuning uchun bu yagona uyim degan dalil bank talabini to'liq to'xtatib qo'ymaydi. Sud ayrim ijtimoiy holatlarni hisobga olishi mumkin, lekin qarzni butunlay yo'q qilib yubormaydi. Ikkinchi nozik jihat, notarial ijro yozuvi. Ko'pchilik faqat sud qarori bo'lsa majburiy ijro boshlanadi deb o'ylaydi. Ayrim shartnomalarda, ayniqsa bank, lizing, qarz yoki garov shartnomalarida notarial ijro yozuvi orqali qarzni undirish mexanizmi bo'lishi mumkin. Bu nimani anglatadi? Agar shartnomada belgilangan majburiyat bajarilmasa, kreditor ba'zi holatlarda sudga bormasdan notarius orqali ijro hujjati olishi mumkin. Keyin bu hujjat majburiy ijroga yuboriladi. Shuning uchun har qanday shartnomaga imzo qo'yishdan oldin ijro yozuvi, garov, undiruv, jarima, penya, muddatidan oldin talab qilish degan bandlarni albatta o'qish kerak. Uchinchi nozik jihat, uyda ro'yxatda turish mulkdor bo'lish degani emas. Juda ko'p odamlar men shu uyda propiskadaman, demak ulushim bor deb o'ylaydi. Ro'yxatdan o'tganlik yashash huquqi bilan bog'liq bo'lishi mumkin, lekin mulk huquqi alohida masala. Mulk huquqi kadastr, oldi-sotdi shartnomasi, hadya, meros, sud qarori yoki boshqa qonuniy hujjat bilan tasdiqlanadi. Masalan, kelin 10 yil qaynonasining uyida yashagan bo'lsa, faqat ro'yxatda turgani uchun avtomatik tarzda uyning egasiga aylanmaydi. Lekin nikoh davrida er-xotin birga sotib olgan uy bo'lsa, u boshqa masala, u umumiy mulk bo'lishi mumkin. 4-nozik jihat. Tilxat bilan uy sotib olish juda katta xavf. Tasavvur qiling, odam 2 million so'm berib hovli oladi. Sotuvchi hozir kadastr muammo, keyin rasmiylashtiramiz deydi. Faqat qo'l yozma tilxat yoziladi. Xaridor ko'chib kiradi, ta'mir qiladi, yana 1 million so'm sarflaydi. 1 yil o'tib sotuvchining qarindoshlari chiqadi yoki sotuvchining o'zi uyni boshqa odamga rasmiy sotib yuboradi. Xaridor sudga borsa, pul berganini isbotlashi mumkin. Lekin uyga egalik qilish masalasi qiyinlashadi. Chunki ko'chmas mulk oldi sotisi notarial tartibda va davlat ro'yxatidan o'tkazilishi kerak. Oddiy tilxat ko'pincha pul talab qilishga dalil bo'ladi.
lekin mulk huquqini to'liq kafolatlamaydi. 5-nozik jihat davlat ehtiyoji uchun olib qo'yish va kompensatsiya. Agar hududingiz rekonstruksiya, yo'l infratuzilma, davlat loyihasi sabab buziladigan bo'lsa, odamlar eng ko'p qo'rqadigan savol shu: uyimni buzib, meni ko'chaga chiqarib qo'yishadimi? Qonuniy yondashuvda mulkdorga oldindan xabar berilishi, baholash o'tkazilishi, kompensatsiya yoki teng qiymatli uy masalasi hal qilinishi kerak. Kompensatsiya faqat devor va tomning narxi emas, balki ko'chmas mulkning bozor qiymati. Ayrim hollarda ko'chish xarajatlari, yo'qotishlar, tadbirkorlik obyekti bo'lsa, faoliyat to'xtashi oqibatlari ham ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin bu yerda odamlar xato qiladi. Og'zaki va'daga ishonib chiqib ketadi, hujjat olmaydi, baholash hisobotini ko'rmaydi, kelishuvni o'qimay imzolaydi. Keyin nizo bo'lganda isbotlash qiyinlashadi. 6-nozik jihat oilaviy nizolar. Ko'p uylar aslida bir kishining nomida, lekin oilaning boshqa a'zolari ham pul qo'shgan bo'ladi. Masalan, aka-uka birga ishlagan uy onasining nomida. Keyin onasi vafot etadi. Bir aka men ko'proq pul qilganman deydi. Boshqasi men qaraganman deydi. Opa-singillar ham meros ulushini so'raydi. Qonun esa hissiyotga emas, hujjatga qaraydi. Kim merosxo'r, vasiyatnoma bormi, uy kimning nomida, hadya qilinganmi, nikoh davrida olinganmi? Mana shular hal qiladi. Shuning uchun oilaviy kelishuvlarni vaqtida rasmiylashtirish kerak. 7-nozik jihat qarz kichik ko'rinsa ham vaqt o'tishi bilan katta muammoga aylanadi. Masalan, 15 million so'm kreditni vaqtida to'lamadingiz. Penya, jarima, sud xarajatlari, ijro yig'imi qo'shilib 22-25 million bo'lishi mumkin. Keyin bank kartangiz bloklanadi, chetga chiqishga cheklov bo'lishi mumkin. Avtomobil yoki boshqa mulkka taqiq tushadi. Agar odam bunga ham e'tibor bermasa, muammo chuqurlashadi. Shuning uchun keyin ko'ramiz degan yondashuv uy-joy masalasida juda xavfli. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam: uyingizning hujjatlarini bir joyga yig'ing. Kadastr pasporti, oldi-sotdi shartnomasi, hadya shartnomasi, meros guvohnomasi, sud qarori, ipoteka shartnomasi, garov shartnomasi, qurilishga ruxsat, foydalanishga qabul qilish hujjatlari nima bo'lsa hammasini alohida papkaga soling. Agar hujjatlar eski bo'lsa, ularning hozirgi elektron bazadagi holatini tekshiring. Ikkinchi qadam: kadastr holatini tekshiring. Tuman yoki shahar kadastr bo'limiga murojaat qiling. Davlat xizmatlari markazi orqali ma'lumot oling yoki mavjud elektron xizmatlardan foydalaning. Siz tekshirishingiz kerak bo'lgan asosiy savollar: mulk kimning nomida, maydoni qancha? Yer uchastkasi chegarasi to'g'rimi? Taqiq yoki garov bormi? Obyekt turi qanday ko'rsatilgan? Agar hujjatda 4 sotiq deyilgan, amalda 6 sotiq ishlatayotgan bo'lsangiz, bu kelajakda muammo. Agar hujjatda uy takinzi kvadrat metr, amalda 1.6 kvadrat metr bo'lsa, qo'shimcha qurilish rasmiylashtirilmagan bo'lishi mumkin. 3-qadam: qarzlaringizni tekshiring. Bank kreditlari, kommunal to'lovlar, soliq, aliment, jarima, sud qarorlari bo'yicha qarzdorlikni aniqlang. Agar majburiy ijroda ishingiz bor yo'qligini bilmasangiz, majburiy ijro byurosi orqali tekshiring. Men tavsiya qiladigan eng to'g'ri yo'l: qarz yuzaga kelganini ko'rsangiz, yashirinmang. Kreditor bilan yozma ravishda bog'laning. Men qarzni tan olaman, lekin hozir to'lov qiyin, jadval tuzishni so'rayman degan mazmunda ariza bering. Og'zaki gaplashuv yetarli emas, yozma dalil bo'lishi kerak. 4-qadam: ipoteka bo'lsa, bankka vaqtida murojaat qiling. Agar bir oy kechiksangiz ham bankka boring. Daromadingiz kamaygan bo'lsa, ish joyidan ma'lumotnoma, kasallik bo'lsa tibbiy hujjat, vaqtincha qiyinchilik bo'lsa tushuntirish xati tayyorlang. Restrukturizatsiya so'rang. Muddatni uzaytirish, imtiyozli davr, asosiy qarzni vaqtincha kechiktirish, foizni qayta ko'rib chiqish imkonlari haqida yozma ariza bering. Bank yo'q desa ham, sizda murojaat qilganingiz haqida dalil bo'ladi. Bu keyin sudda ham muhim ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. 5-qadam: uy sotib olayotgan bo'lsangiz, hech qachon faqat tilxat bilan pul bermang. Avval kadastr hujjatini tekshiring. Sotuvchining shaxsini, oilaviy holatini, turmush o'rtog'ining roziligini, uy garovda yoki taqiqda emasligini aniqlang. Notariusga boring. Pulni imkon qadar bank orqali o'tkazing, shunda to'lov izlari qoladi. Agar sotuvchi tez pul bering, keyin rasmiylashtiramiz desa, men bunday bitimdan ehtiyot bo'lishni maslahat beraman. Arzon uy ko'pincha qimmat muammoga aylanadi. 6-qadam: merosni cho'zmang. Ota-onangiz yoki yaqin qarindoshingiz nomidagi uy bo'lsa va u kishi vafot etgan bo'lsa, belgilangan muddatlarda notariusga murojaat qiling. Merosxo'rlar ro'yxatini aniqlang. Kim voz kechadi,
kim ulush oladi, hammasi rasmiy bo'lsin. Biz aka-ukamiz hech narsa bo'lmaydi degan gap amaliyotda ko'p marta katta nizoga aylangan. Bugun yaxshi munosabat bo'lishi mumkin. Ertaga farzandlar, kelinlar, kuyovlar aralashadi va masala murakkablashadi. 7-qadam, agar uyingiz buzilish hududida bo'lsa, og'zaki va'daga ishonmang. Sizga taklif qilingan kompensatsiyani yozma ko'rinishda oling. Bog'lash hisobotini talab qiling. Uyingizning bozor qiymatini mustaqil baholatuvchi orqali ham tekshirtiring. Kelishuvni imzolashdan oldin advokat yoki huquqshunosga ko'rsating. Hozir imzo qo'ying, keyin pul tushadi degan shoshilishlarga ehtiyot bo'ling. Avval huquqingizni tushuning, keyin qaror qiling. 8-qadam. Agar majburiy ijrochi kelgan bo'lsa, vahimaga tushmang, lekin befarq ham bo'lmang. Undan ijro hujjati nusxasini ko'rsatishni so'rang. Qaysi sud qarori yoki qaysi ijro yozuvi asosida ish yuritilayotganini biling. Qaror bilan tanishmagan bo'lsangiz, nusxa oling. Muddati o'tmagan bo'lsa, shikoyat qilish yoki qarorni qayta ko'rib chiqish imkoniyatlarini tekshiring. Agar qarzni bo'lib to'lash imkoningiz bo'lsa, ijroni kechiktirish yoki bo'lib ijro etish haqida sudga ariza berish mumkin bo'lgan holatlar bor. 9-qadam. Barcha arizalarni yozma topshiring. Davlat organiga, bankka, kadastrga, hokimiyatga, majburiy ijroga murojaat qilsangiz. Arizangizning kirim raqami bo'lsin yoki elektron tasdiq bo'lsin. Telefon orqali gaplashganingiz, tanish orqali aytganingiz, eshik oldida tushuntirganingiz keyin dalil bo'lmaydi. Huquqiy masalada dalil bu 10-qadam. Agar vaziyat jiddiy bo'lsa, advokatga kechikmay murojaat qiling. Ko'pchilik advokatga faqat uy auksionga chiqib ketgandan keyin boradi. Bu juda kech bo'lishi mumkin. Sud chaqiruv keldi. Darhol maslahat oling. Bank talabnoma yubordi. Darhol javob tayyorlang. Kadastrda rad javobi bo'ldi. Sababini o'rganing. Buzilish bo'yicha ogohlantirish keldi. Hujjatlarni tekshirtiring. Men alohida ta'kidlayman. Uy-joy masalasida eng kuchli himoya oldindan tartib. Hujjatlar joyida bo'lsa, qarzlar nazoratda bo'lsa, shartnomalar o'qib imzolansa, meros vaqtida rasmiylashtirilsa, hech qanday vahimali xabar sizni qo'rqita olmaydi. Lekin hujjat yo'q. Qarz ko'p, shartnoma o'qilmagan, og'zaki kelishuvga ishonilgan bo'lsa, yangi tartiblar va raqamli nazorat bu muammolarni tezroq yuzaga chiqaradi. Demak, azizlar, gap hammaning uyini tortib olishadi degan vahimada emas. Gap shundaki, Garovdagi uy, ipoteka qarzi, sud qarzi, hujjatsiz qurilish, meros nizosi, tilxat bilan olingan uy va davlat ehtiyoji uchun buzilish kabi holatlarda real xavf bor. Qonuniy uy-joyingizni himoya qilish uchun siz avvalo hujjatlaringizni tekshirishingiz, qarzlaringizni nazorat qilishingiz, bank va davlat organlari bilan yozma ishlashingiz, shartnomalarni o'qib imzolashingiz kerak. Men sizdan so'rayman. Hozirning o'zida uyingiz hujjatlari qayerda ekanini eslang. Kadastr kimning nomida? Uy qarovda emasmi? Meros masalasi yopilganmi? Qarzdorlik yo'qmi? Agar shu savollardan bittasiga ham aniq javob bera olmasangiz, bugunoq tekshirishni boshlang. Kommentariyada yozing. Sizningcha uy-joyni himoya qilishda eng katta muammo nimada? Kadastrmi, bank kreditlarimi, merosmi yoki odamlarning huquqiy savodsizligimi? Videoni foydali deb bilsangiz, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki men bu kanalda sizga vahima emas, aniq huquqiy tushuncha va amaliy yechim berishda davom etaman.